Aha, aha. Ha, yo'q, bo'laveradi aka. Bo'ldi akajon, joningiz sog' bo'lsin. Ya, u variantingiz ham zo'r aka. Aha. Yo'q aka, men paka shetdaman. Tanish bilan suhbat qurib o'tirdik aka. Bo'ldi akajon, joningiz sog' bo'lsin. Aha, sog' bo'ling aka. Nima gap bu yuzda? Ana kecha nimalar deb turuvdingiz? Aylanib ketdik, u bilan so'rashaman, bu bilan so'rashaman deb turuvdingiz. Sardor deganimga ko'pchiligi Sardorlarni belgilab ketibdi. Ha, yo'q, ana negativlarga ahamiyat bermay aylanib ketdi. Ana bir-ikki marta solishib qo'yganman, akkuratni to'nida deb qo'yaverasiz. Somsa sizniki bo'lsa, ha, kim bilan gaplashgan so'zi? Muhammad degan bola bilan gaplashganman, Adham bilan gaplashganman, Samandar bilan gaplashganman. Молодец, anu somsangiz ham proxodnoy dvor ekanda, aylanib ketdi. Anu esda qolarlisi qaysi biri bo'lgan? Esda qolarlisi Sardor bo'lganda. Ha, yo'q, anu sababi nima? Kattamidi aylanib ketdi? Sababi Sardorlar mehr boshqacha beradi, esda qolarlik qilib. Gap yo'q, anu qattizga beradi, aylanib ketdi. Anu gapiradigan zavodingizgami? Masalan, oldimdagi qiz Samandar bilan gaplashgan. Biladi, anu opani o'zi Samandar bo'lib yotibdi, aylanib ketdi. U opaga anu akani turg'izib yuborish ham bor.